Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, bizani kuzatib borayotgan bizani eng yaqin obunachilarimiz. Bugungi ko'rsatib o'tadigan xonadonimiz ko'rib turibsizlar, Layli mahallaga yaqin joyda joylashgan. Bu Yangiyo'l tumani ekan, faqat xonadonimiz umumiy yer maydoni 204 sotikka tushgan mana shu fazli xonadonimizni bilan bugun ko'rib chiqamiz. Xo'p, xonadonimiz tayyor yashash uchun konteynerlardan tortib oshxona mebel jihozlarigacha ham qo'yib qo'yishgan. Sizlar uchun bilasizlar, narxini oldindan aytib ketaman. Xo'p, $126,900 darvozaxonamiz bu yerda kirishimiz bilan tapchan qo'yib qo'yishgan, ozgina bu yerda yashalgan. Ko'ryapsizlar, darvozaxonamiz bu yerda kalitga kichkina eshigi ham bor. Mashina qo'yishga alohida joylarimiz bor. Tashqarida o'zini alohida hojatxonasi, kichkinagina qaranglar, landshaftli dizaynda zilon zonalari ham qilib qo'yishgan. Bismillahirrohmanirrohim kiramiz. Kirishimiz bilan sizlarni uzun koridor kutib oladi. Qaranglar, qanaqa chiqqan? Kommentariyada faqat o'zingizlar fikringizni qoldirib ketinglar. Bizning kanalimiz rivojlanishi uchun sizlar podpiska bosib, like bosib kuzatsanglar, bizda xuddi shunaqa uylarni sizlarga arzonlarni, zo'rlarni ko'rsatishda davom etaveramiz. Faqat podpiska qilib, like bosib tursanglar bo'ldi. Kiramiz. Oshxonamiz bu yerda, tashqari qaragan o'zini oynalarga ega. Mana bu joyimizni bemalol qarang, mehmonlardan ham kutib olaverasizlar keling. Chotga qilib qo'yishgan ekan, lyustralar bilan mebel texnika, gaz plita ko'rib turgan. Mana hammasi qoladi. Mana bu katta hovlimizga qaragan oynamiz ham bor ekan. Xonadonimiz umumiy radiator orqali isiydi. Mehmonlar kutadigan zalimiz bu yerda. Zalimiz qanaqa chiqqan? Qarang, 1 dan 10 gacha baho berib ko'taverasizlar. Lyustralari tayyor qo'yilgan. Tashqari qaragan katta oynalar ham qo'yib qo'yishgan. Konditsionerlargacha qo'yib qo'ygan ekan. Keyingi xonamiz bitta agar birinchi etaj mo'ljallangan spalni yoki detskiy xona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi bu xonamiz. Xo'p, tashqari qaragan oynalar bor buni ham. Birinchi etajimiz uchun mo'ljallangan umumiy sauzelimiz. Zinamiz orqali ikkinchi etajga ko'tarilamiz. Zinamizni tengini bemalol kladovka sifatida foydalansanglar ham bo'ladi. Ikkinchi etajimizda umumiy sizlarni 3 ta xona kutib oladi. Bitta общий sauzelimiz bor. Chiqamiz. Shunaqa yo'layimiz bor. Aldan boshlab qolamiz. Zalimiz bor. Katta, где-то 3 ga 4. Radiatorlar qo'yilgan, panoramli oynamiz, eshiklar bilan. Balkonimiz bor. Katta. Zerikkan paytinglarda bemalol balkonimizdan foydalansanglar ham bo'laveradi. Xuddi shunaqa yeringlar bo'ladimi, uchastkalar bo'ladimi, dominglar farqi yo'q. Tepada nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqsanglar, reklama narximiz 700 ming qilib qo'yganmiz. Bemalol tanish bo'lishlarga jo'natib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Keyingi xonamiz yana bitta spalnimiz bor. Ancha katta. Ko'rib turibsizlar, niyabishni aboylardan foydalanishgan ekan. Ko'zni charchatmaydi bu aboylar. Va oxirgi xonamiz, oxirgi ota-onamiz uchun mo'ljallangan yana bitta katta spalnimiz bor. Xohlasangiz bu yerda detskiy qilib olsangiz ham bo'ladi. Yorug'ligini qarang, tashqari qaragan ikkita katta oynalar ham qo'yib ketishgan ekan. Va ikkinchi etajimiz uchun mo'ljallangan общий sauzelimiz. Xonadonimizning narxini $126,900 deyapmiz. Pastda nomerni qoldiramiz, aloqaga chiqsanglar, sizlar bilan chiroyli barakat bo'ladi. O'zinglarni ehtiyot qiling.